Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2025-yili 3-oyning 22 kuni shanba. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq ikki haftada bir qatim chiqarayotgan nahmadan videosini hozir boshlayman. Shunda qilib bizningki Ulug' Ramazon oyiniki oxirlashiga yana bir hafta qoldi, saq bir hafta. Kelar shanba kuni 3-oyning 29 kuni Ramazon oyi oxirlashadi. Ben mush munosabat bilan oldi bilan barliq qarindoshlarning tutgan ro'zasi va qilgan ibodatlarining Alloh tarafidan qabul qilinishiga tilakdoshlik bildiraman. Shundaqla tunugun yoki uni oldingi kunisi bizniki Nuruz bayramimiz bo'ldi. Ba'zi yerlarda 20-si bo'ldi, ba'zi yerlarda 21-si va o'zim biroz qaym qilib qoldim. Hammalarniki Nuruz bayrami muborak bo'lsin. Men bu 2023 yılı köçüp kelgan yangi uyimizga 30 tüptün ko'proq yemiş daraxtlarini tikkan. Bu yil hozir bir qismlar xil chechaklar boshlab bo'lib qoldi. Ozroq rasmlarni shu Nuruz bayrami munosabati bilan Facebook chiqarib qo'ydim. O'ylimiz qilib shay bo'yatdi hozir. Bir tüp baldırıp pishadigan shaptol bo'yatdi. Shaptolni hozir xil bir urug'chidek bo'lib bo'ldi. Birinchi aylam ichilib ketgan. Ben bu şaptalı salı unutup kaldım onu. Nime kışlığı hazırlık yazı olmagalığını da biraz ensirgendim. Hazır yupurmakmın çıkırıp şaptalılara kadar çoğun olup kaldı. Bugün sözleydiğen 5 tek çoğun mezmun var. 12 birincisi Uyghur Project Fondi ve Uygurlarga ait haberler. Ötkende ben sizlerge Memti Nazır Takı'nınki ikkinchi va uchinchi kitoblar haqida ozroq ma'lumot bergandim. Ularning bir qancha tilda chiqadi, inglizcha chiqadi. Men bu nimasini uchinchisini to'rdan Amazondan olgan, qo'limga tegdi. Ko'rib baxtim ayt isil. Ondan keyin Amazonga bir bahom yozib qo'ydim. Yoshlar uchun, yoshlarniki taraqqiyot uchun isil mazmunlar bor. Bo'lsa Uyg'urchani yoki turkchisini maktabniki elib bir o'qib beqmoqlar. 15-silagachilik haqsizlik buni vaqt o'tib ketdi. To'rda o'qig'il bo'ldi. Ehtimol Turkiyalarda xil azam bor olaysan. Ko'rib beqmoqlar. Men shuni bir deb qaytadim. Andan keyin ehtimol xabaringlarda bor. Hozir Uyg'ur Project Fondiniki yillik iyon to'plash ishi davomlashyapti. Bugunga qadar Facebook, PayPal, Zelle, andikin Uyghur Project Fondiniki torbit orqali jami 31 qarindishimiz $7,439 yani qildi. Bir qism qarindoshlarimiz bizniki chet eldagi davlatlardagi vakillarimizga berdi pulni. Shu ma'nosida hozir qadar jami 31 odam $7,439 iyon qildi. Men bu qarindoshlarımizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Uyghur Project Fondi o'zimizniki qudrat yetadigan, anda zo'rdab qaragan ishlarni qilish uchun zo'r tirishchilik ko'rsatyapmiz. Bu jurnalni andan keyin haftada 2 qatim chiqaradigan video ishlayotgan qarindoshlar bozor bahosidan yarimiga yetmaydigan oz pul bilan Türkiye'deki qarindoshlar kecha kunduz tirishib ishlayotdi, bu ishlarni qilyotdi. Shunga endi boshqa ishlarni qilimiz bor. Sizlar agar mumkin bo'lsa ham iyoni qilinglar, ham Uyghur Project Fondida qilayotgan ishlar haqida yaxshi ideyalar bo'lsa, uni bizga desanglar, biz Xudoyim bursa ishni amalga oshirishga tirishimiz. Nima ba'zi qarindoshlarniki deyishicha Facebook'ni iyoni qilman deb qilolmabdi. Bu ish o'tgan yil bo'lgan, oldin bo'lgan. Men Facebook bilan aloqalashdim bu to'g'riliq. Qaysi davlatlarga bo'lmayotdi bilmadim. Men qilsam bo'ldi, hozir xiljiq kishilarni qildi. Hozir bir haftada bo'ldi Facebook'dan pul kirmadi. Qilamayotganlarmi bormi ekan dedim. Ashta ahvollar bo'lib qolsa, buni amali oson, boshqa usullar bor. Men bilan aloqalashsanglar boshqa usullarini deb birman. Shunga bo'lsa yordam qilinglar. Amli ish qilayotgan qarindoshlar amli ish qilib millat uchun biroz bir ishlarni qilaylar endi.
Andan keyin yaqında bo'lgan yana bir ish, men oldingi seshanba kuni 11 mart kuni uyimizdan 105 kilometrda shiroqlikdagi bir yerga berib, bir ashada Uyg'urlar haqida, Uyg'ur irqi qilg'inchilik haqida hozirgi ahvollar to'g'riliq so'zlab berdim. Shu Janubiy Kaliforniyada Settlement Project deb bir ommaviy tashkilot bor, Amerikaliklarniki. Bular konservativ kishilardan tarkib topgan, andan keyin Xitoyga qarshi Xitoyga taqobil turish haqida ish qilayotgan bir tashkilot. Shular taklif qilgan, shularniki taklif bilan shunga berib bir azroqchalik so'zlab keldim. Ondan keyin bilgan sizlarga deb qo'yishni umid qilgan yana bir ishim bor. U nima desanglar, Uyg'urlar degan tor jurnalniki 63 son chiqqan yaqinda o'tganda bu vaqt sizlarga degandim. Meniki bir orzuyim, agar jurnalni o'qishga agar vaqtingiz yetmasa, hech bo'lmasa bir mundarajasiga bo'lsa qarab baxsanglar mundarajasiga. Bu jurnalni esil chiqyotdi, sifati esil chiqyotdi, mo'l mazmun bor. Bulubmu Uyg'urlarniki hayoti bilan Uyg'urlarniki kishilik taraqqiyoti bilan zich munosabatli esil mazmunlar bor. Shunga bir ko'p yaqinlar bo'lsa, hammasi o'qinglar, faqat bo'lmasa mundarajasiga qarab yaqinlar. Masalan, Masanida nimedagi Shvetsiyadagi singlimiz Zulayat O'tkirniki Xitoy madaniyatiga ta'sir ko'rsatgan Uyg'ur chalg'ulari degan bir maqolasi bor, masalan, bir misol. Undan boshqa men sizga mundarajasining bir nechini o'qib beray. 3 minutlik qoida, Uyg'urning g'ayrati, andan keyin strategiyalik tafakkur mahoratlari, jannatniki yo'li vatandan o'tadi degandek maqolalar bor. Bo'lsa bir ko'p yaqinlar, o'qib yaqinlar, meniki bu gaplarni deyishimga sabab buni ajr sindiryapmiz. Bu ishni chiqayotgan qarindoshlar kecha kunduz tirishib qattiq ishlab qilyotdi. Shunga buniki qiymatini yarataylik o'qish orqali. Shunga buni bir deb dedim. Endi yaqinda yoqi vatanda kelayotgan videolar to'g'riliq men kishang so'zlab beray. Bu Memtimin Nazar takımız bana bir video ayettikken Ürümçi'ye de çıktı. İsmi de işte bakken ben koyup o zaman tunuyamadım yani. Tunuyamayken dostlarımdan sordum, bu orası Ürümçi mi desem, orası Ürümçiken. Tunu kılıp olmayan atıkep kaptı. Ben bu derecede özgür kete edip oylamagandım. Bu ülke adamni xo'sh qiladigan narsa emas, ashta bo'lsin-ku. Vatanning ahvolidan xabar topganimiz yaxshi. Shunga sizlarga deb qo'yay deb bir ko'rsatib qo'yay dedim. Meni o'zimni ko'nglimda yerim bo'ldi, men tuniyolmadim. Vatanga men oxirgi qatim 2009-yili borgan. U chog'larda bundoq emasdi. Ajoyib o'zib ketibdi. Va u Shimgo degan tog'niki atroflari. Yaqında yine ko'proq chiqayotgan xabar Xitoy erlariga Uyg'ur qizlarini tunishtirish tiki ahvollar bo'libmi. Hozir videolarning mazmunini qaragan chog'da bir qizni tunishtirsa 5000 so'm foyda kiradigan o'xshaydi. Shunga Uyg'ur qizlarini Xitoyga tunishtiradigan kichik shirkatdek yerlar qurib ketgan o'xshaydi. Bir qismini Uyg'urlar o'zlari qilib ketibdi buni. Shuning ichidagi ba'zi bir norozilik so'kishlar bor videolardan ba'zi qizlarni tunishtirib yuqori maosh oladi, u bu xizmati bor deb qizlar Xitoyga tegib ishkiriga Xitoy ülkesiga borsa, unda emas, u Xitoyning xizmatimi yo'q, oraqkash ashta chiqib ahvollar bor ekan. Ondan keyin biroz yangitab o'yladim, ba'zi shu vatandagi inlarimiz mush ishlarni so'kyotdi. Tanqidlab so'kyotdi videolarda. Aprini o'qidim men, ta'sirlandim. Ondan keyin yaqinda yana bir Sharq Turkistondagi neft bazasidan bir ko'rinishdagi videosi chiqdi ekan, uni men Facebook chiqarib qo'ydim.
agar mustaqil bo'lgan bo'lsak, biz Kuvaytdinmi, Qatarlardinmi bayroq yashaydik Uyg'urlar Sharq Turkistonda. Ama hemen Xitaylar tatip aldı hazır. Şuna şu videosu qarab oturyapmiz. Andan keyin yana bir videoda vayron bo'lib ketgan bir qavatlik Uyg'urlarning an'anaviy uyining ko'rinishi chiqibdi. Lekin nay cho'ng o'lisi va uzum barang vaqtda uy ekan. Endi Uyg'ur hozirgi yangidan keyin ahvollar nima desa, Uyg'urlarning mustaq uylarini hammasini yo'qotyapti Xitoylar. Bunun keyin uy saqlab qo'ymay, ham burun uylarni ki setib elib bunda ishlarga yo'l qo'ymay degandek. Yana bir ahvol vatandagi Uyg'ur yoshlariniki Xitoyda ishlab chiqargan zaharli dorilarni yeb o'lib ketish ahvoli. Bu to'g'riliq necha videolar chiqib bo'ldi. Qaragan chog'da hozir endi Amerikada fentanilniki sababidan yiliga 100 mingdek Amerikalik yoshlar o'lib ketyapti. Uyg'urlarning kechidimi yoshlarning o'lib ketish ahvoli bek og'ir ekan. Endi videoning o'zida bu dorining o'zini fentanil demabdi. Lekin men shuni nasihatlikmikin deb o'yladim. Ashtaq ahvollar, og'ir ahvollar yuz berib turibdi. Ondan keyin menga kelgan yana bir xabarda deyilishicha, hozir ishkirga Xitoy o'lkalariga berib shu yerga urilishib qolgan Uyg'urlarning soni shiddatli ko'payib turibdi. Masalan, Beijing, Shanxay, Guangzhou degandek cho'ng shaharlarda bir qancha 100 ming Uyg'ur bor deydi. Shu bilan hisoblagan chog'da hozir Xitoy o'lkalariga berib shu yerga yerlashib yashayotgan Uyg'urlarning sonimi 1-2 million chiqadi o'xshaydi. Men ashtaraq faraz qildim. Ondan keyin yana bir xabar, o'tganda sizlarga ozroq gapini qilgan Amerikadagi o'zgarishlar tufaylidan Amerika ovozi va Erkin Osiyo radiosi mushlar ta'sir etib qolamdiki deb andisham bor degan. Bu haqiqatan ashtaq bo'ldi. Nima shu 14-mart kuni Donald Trump bir ma'muriy buyruq chiqarib Amerika Dünya Media İdaresi degan bir idorani butlay shu idoraga beriladigan pulni butlay to'xtatdi. Shuning bilan dushanba kundan boshlab, dushanba kuni boshlab Amerika ovozi programmasi to'xtab qoldi. Erkin Osiyo radiosi davomlashdi. Uning hukmi shu tunugun oxirgi kuni bu qilish mumkin degan gaplar bordi. Hozirgi ahvol nima ekan desanglar, shu pulni to'xtatibdi. Amerika ovozini qilayotgan xodimlardan 1300 dak odam xizmati to'xtabdi. Ularga maoshdan berdi ekan, ammo ish qilganlar deb uqtirish chiqibdi. Erkin Osiyo radiosiniki tunugun to'xtagan bo'lsa, ularniki maoshimi yo'q. Ashta to'xtabdi. Uningda ishlaydigan 300 dak odam bor ekan. 300 degan vaqtda o'n necha tilmi chiqirdi, 15 dak tilda chiqirdi aslida. Shular ishlagan 300 dak odam bor ekan, Uyg'urlar 10-15 bo'lishi mumkin. Musha 300 odamni 75 ga tushirib qo'ydi ekan. Qolganlari ishsiz qoldi ekan, programma to'xtab ketdi ekan. Bu bir fojia bo'ldi bizga. Men ayni vaqtda Amerikaga kelishdan burun shu TOEFL degan imtihondan o'tish uchun anglash iqtidorini o'stirishda butunlay shu Amerika ovozi radiosini anglaydim. Yaponiyada shuni anglagan. West minib ketib berib ishga idoraga berib kelganchilik Westda shu Amerika ovozi radiosini anglaydim. Andan keyin 89 yildagi Tiananmen qirg'inchiligi mezgilidami Amerika ovozi shu yangi xabarlarni har kuni shular birda nayt cho'ng rol o'ynagan shu vaqtlarning o'zida. Shunga bular aslida yo'qotib ketmas bo'ldi. Bu yerga ahvoldan birisi nima desa, hozir hammani bildinglar, Amerika hukumatidagi chiriklikniki qaysi darajaga berib yetganligi. Shuning ichida shu Amerika ovozimi bor. Amerika ovozi, Erkin Osiyo radiosi to'liq olmadim, ammo Amerika ovozi. Bularniki xarajati, chiqimi shaxsiy media shirkatlariga qaragancha kam deganda 100 ko'pga.
intayin jiq pul oldi ekan bular. Elib shu chiriklik bor ekan, qo'ymichilik degandek. Ashtaq bo'lganlik uchun hozir endi chapig'ini aytaman deb ko'zini qirqa qilib qo'yadigan ahvol bo'ldi buningda. Shuning bilan bu to'xtab qoldi endi. Keyinchi qanday bo'ldi qo'ymaydi. Bularni asliga keltirish uchun faoliyat qilayotgan nurg'un kishilar bor. Uyg'urlarmi bor buning ichida. Ammo natija qanday chiqadi bilmaymiz. Hozircha ahvollashlar. Endi ikkinchi mazmun Xitoy xabari, bu to'g'riroq so'zlab beraysizlarga. Yaqinda bo'lgan bir yangi xabar, Amerikadagi bir necha kongress a'zolari Xitoy o'quvchilariga viza berishni to'xtatish haqida bir qonun loyihasini o'tirib chiqardi. Bular tasdiqlardan o'tib qonun bo'lib qolmadi, lekin hozir ashundoq bir loyiha o'tirib chiqdi. Bu nima sababdan deganda, hozir Amerikaga Xitoydan har yili 300 mingdek o'quvchi keldi ekan. 300 mingdek o'quvchi bormi yoki har yili shu har yilisi shu Amerikadagi hozir har yilisi o'qiyotgan o'quvchilar 300 mingdek o'quvchi ekan. Bular bu yerga kelgandan keyin josuslik, ondan keyin harbiy jihatni kuzatish, muhim axborot uchurlarini egallash, ashtaq nima aqliy mulklarni o'g'irlash deganda ishlar shug'ullanadi. Shunga buningdagi Xitoy o'quvchilarniki Amerikaga o'qishni butunlay to'xtatamiz degandek mustaq bir narsa ekan. Endi bu haqiqatanmi men bu o'zimning yaqinlarga deb keldim. Xitoyniki Xitoy o'g'irligining Amerikaga solgan ziyni intayin ko'p. Net 100 milliard dollar chiqadi har yilisi. Agar odamni to'smasanglar, to'solmaysizlar. Amerikani qonun davlati ular ishinib Xitoylarni intayin muhim yerlarga ish olib qilaverdi. Lekin masalan NASA'dami bir yangi ishni birini qilib, yangi ishni birini qilsak 6 oydan keyin Xitoy qiladi bu ishni tanlamkin. Amerika milliardlab dollar xarjlab qiladi buni, Xitoylar o'g'irlab qiladi. Ashta boshqa buniki Amerika solgan ziyni intayin eg'ir. Agar odam cheklamasa bu o'g'irlikni to'xtatmaydi. Ayni vaqtda Yaponiyami hech qanday shirkatniki yuqori texnik o'rinlarga Xitoyni olmaslik siyosati bularniki. Hozir qanday ekan uqmayman. Agar mushtaq qilmasa Xitoyning o'g'irligini to'xtatmaydi. Shunga ma qonun loyihasi o'tirib chiqibdi. Oxir qanday bo'lib buni keyin ko'ramiz. Xitoydagi yaqinqi bo'layotgan bir qism ishlar shu o'tgan hafta Xi Jinping degan jallod Guyjuga tashirishga borgan Osonlik millatlar rayoniga. Shu chog'dagi ko'rinishida buni chechi oppoq oqirib ketgan bir ko'rinish chiqdi. Mesela bir ko'rinish chiqdi. Qislan Xitoylar o'ziniki sirtqi obraziga bek diqqat qiladigan bir millat bu. Xitoy rahbarlarining hammasi chechini bo'yaydi. Shunga qirg'an chog'da chechi qop-qaralan turdi. Lekin huquqidan ayrilib rasmiy pensiyaga chiqsam najabdan kelam chechi bitlar oqarib ketadi. Sababini desa aslida oq uchash, aslida bo'yab yurgan endi. Endi mana Xi Jinping ahvolida kishilarning tahlil qilishicha bu har haftada degandek video rasmlar chiqib turgan bo'lgani uchun chechiniki qorligidan oqi o'zgarish orlig'i intayin qisqa. Bunga biroz hayron qoldi. Yana birisi endi Xitoylarning odati bo'yicha cho'qim chechini buyaydi. Buniki buymasligiga sabab ehtimol chechini buyisa hayotiga ta'sir etadigan bir eg'ir kesilib olmikin degan faraz bor. Bu da jazmlashmaydi, kishilarda faraz qilyotdi. Ondan keyin yana shu Xi Jinping degan jallod Guyjuni kuzatish jarayonida yana bir gapni debdi. Agar men kasal sababidan pensiyaga chiqsam, Xitoy Kompartiya hokimiyati o'xshashlam davomlashib ketaveradi o'zini ishini normal qilib deb. Shunday debdi. Bu yerda pensiyaga chiqish degan bir gap chiqibdi. Bularni kishilar intayin hayron qoldi. Aslidagi kishilarning farzi Xi Jinping o'lguchilik huquqni bermaydi degan gap bordi. Maqatim ishtiraq bir gapni debdi. Endi shu orqali bu
ko'nglida bir izbosarni tiklab bo'lgan o'xshaydi degan gaplar bor. Endi Xitoyniki burungi ahvollarida taxtdan tushishdan bir necha yil burun izbosarlarni tayinlab, uni kishilar bilib qilib ekandik. Lekin hozirga qadar Shi Jinping bu ishlarni intayin maxfiy tutdi. Uqulolmaydi kim bu kimchi qilganligini. Nima gapdan keyin ikki ehtimollik birisi ehtimol kasal sababidan abatdan chechini oqarib ketishim bor. Taxtdan tushishga o'xshaydi agar hamda izbosarlarni tep qo'ygan o'xshaydi degan gap bor. Bu zot qanday bo'ldi bundan keyin bilamiz. Ondan keyin nimani kunmingdagi harbiy bazasini bir yani ekskursiya qilib ekan Shi Jinping o'sha yerda. O'sha borgan vaqtida Xitoylarning harbiy komiteti, markaziy harbiy komitetiniki ikki muavin raisi bor hozir. Raisni o'tganda tutib ketgandan keyin, raisi o'zi rais, to'g'ri xatolik qildim. O'zi rais, Junviy harbiy komiteti o'zi rais, ikki muavin raisi bordi. Odatda bular ashta kuzatishga, tekshirishga borsa, muavin raislarni bilib oldi ekandik. Zurur bo'lmasimi, san qaraganda meni huquqim cho'ng deganni ifoda ko'rsatish uchun. Bu qatim qon ikki muavin rais kelmabdi, bilib olmabdi. Shunga qarab hozir ulardan chata chiqqan o'xshaydi degan faraz bor. Hozir yaqin Xitoydagi huquq ko'rishi intayin kasblashib ketdi. To'xtamay odam tutish ishlari bo'lyapti yuqori qatlamda. Bu ishlar xil murakkab, unga jiq vaqt sarf qilishning hojati yo'q. Ammo mana shunaqa yangi ishlar chiqdi. Tünögün bir yalgan xabar chiqqan. Elon Musk Pentagonga bordikan, ko'gil bordikan, shunga borgan vaqtida Pentagondagi harbiy amaldorlar Elon Muskqa qanday qilib Xitoy bilan urushish, Xitoyga taqobil bo'lish to'g'risidagi o'zim planlarini dakor qildi ekan, dapirdi ekan deb boshqa bir gaplar chiqqan. Bu bir yolg'on xabar. Bu Elon Musk bilan munosabatsiz ishlar, unaqa bo'lmaydi. Keyin bir muxbirlar Trumpdan bu ishni so'ragan chog'da Trump dedi, "Ya unda ish yo'q, ular hammasi yolg'on xabar, yolg'on gaplar. Ammo biz Xitoy bilan urushga qachon tayyorlik qilib bo'ldik" degan bir gapni deb qo'ydi. Bizning butunlay tayyorligimiz bor, biz allaqachon tayyorlik qilib qo'ydik deb. Endi bir uchinchi mazmun Amerika va xalqaro xabarlar. Bunda bir qancha shu mazmunlar xil jiq buning ichida. Bunisi bir cho'ng mazmun Amerikaniki Missouri degan shtatiniki sudi yaqinda bir aznoma ustidan qaror chiqarib Xitoyniki shu Xitoy virusi bilan keltirib chiqargan ziyinga Missouri'dagi shu arz qilgan kishilarga bo'lgan ziyin uchun Xitoyni 24 milliard 800 million dollar pul to'lashni buyurdi. Endi bu ishlar simvollik ishlar ekan, uni ijro qilmoq tez ekan. Lekin bir qism amallar bor ekan. Masalan, agar Xitoy hargiz bu pulni bermaydi, endi chiqqan qarorda Xitoy hukumatiga buyruq qildi bu sud endi. Sen maçı pul to'laysan, topgan ziyonlarda. Ammo uni qilib bo'lmasa, keyin Xitoyniki shu Amerikadagi mulklarini tortib olib, masalan, Xitoyning sotib olgan yerlari bor, shirkatlari bor, boshqa narsalar bor endi. Ashtaq narsalarni, masalan, parxutlari bor, Amerikaga yutishib kelayotgan. Ashtaq narsalarni tortib olib, shu orqali qarzini pulni to'latish ehtimolligi bor deydi. Ammo bir yangilik. Tunji qatim Xitoy virusi sababidan kelib chiqqan ziyonni Xitoyga to'latish haqida olgan bir qaror endi. Shunga bu jihatdan buni ahamiyati bek zo'r. Endi yaqinki xalqaro bo'layotgan cho'ngroq xabarlar Amerika bilan Ukraina, Amerika bilan Rossiya o'rtasidagi suhbat, kelishimlar, mushaqda jiq gaplar bo'lyotdi. Bir haftaning oldida Trump Zelenskiyni 30 kun shartsiz urushni to'xtatish mushtaq bir kelishimga ma'qul bo'lishga da'vat qilgan.
u chog'da Zelenskiy uni ma'qul bo'lgan. Bulida 30 kun biz shartsiz urushni to'xtayli deb. Undan keyin 18-sida Trump Putin bilan telefonda so'zlashdi. 2 soat yaqin so'zlashibdi bular. So'zlashib shu urush to'xtashi va undan boshqa yana nurg'un ishlar to'g'ri paranglashibdi. Masalan, O'rta Sharqdagi O'rta Sharqning tinchligi, anikin dunyoviy bexatarlik ishlari, hatto xokkey degan bir sport bor. Shu musobaqada ham paranglashibdi bular. Bu 2 soat yaqin paranglashgan bo'lsa-mu, buniki mazmunda zot konkret nimalarni deyishdi o'tirga ko'p chiqmadi. O'tirga chiqqan, jazmlashgan narsa nima desanglar, Putin 30 kun shartsiz urushni to'xtatish talabiga, Trumpning talabiga amal qilmadi. Uni qabul qilmadi. Qabul qilmay 30 kun Ukrainadagi energiya sistemalariga hujum qilmaslikqa ma'qul bo'libdi. Ya'ni elektr stansiyasidagi yerlarga chiqilmaydiganga 30 kun to'xtatib turadiganga ma'qul bo'libdi. Lekin kishilarniki sirtdan faraz qilishicha bu qatim Putinning o'tirib qo'ygan talabi intayin ko'p. Masalan, uning talabi bo'yicha bo'lgan chog'da agar bu urushni to'xtataman desa, Ukrainaniki tang yarmini Putinga berish kerak ekan Rossiyaga. Men xarisini ko'rdim uniki. Ukrainaniki yarmida ketib qoldi ekan Putin talab qilgan narsasi. Ondan keyin undan boshqa shu yana Amerika darhol Ukrainaga berayotgan harbiy yordam va ushurlarni ta'minlashni to'xtatish kerak deb buni shart qilibdi. Albatta deyishni unutib qolibman. Zelenskiy 30 kun urushni 30 kun shartsiz to'xtatishga ma'qul bo'lgandan keyin Amerika Ukrainaga berayotgan yordamni asliga keltirgan. Harbiy yordam va axborot yordami bularni asliga keltirgan. Putin buni to'xtatgin deb shuni talab qilgan o'xshaydi. Bundan boshqa ko'p gap chiqmadi. Oshkorlanmadi sirtqa. Hozirgi umumimizlik bu narsani to'liq ko'rib analiz qilsanglar keladigan bir xulosa nima desa, Rossiyaniki urushni to'xtatish niyati yo'q ekan. Damlashtiruvagisi bor ekan, hozirgi kelib chiqayotgan yaklar shundoq. Oxirida bu urushlar qanday oxirlashadi bilolmaydi. Putin bilan ko'rish bo'lgandan keyin Trump Zelenskiy bilan yeni ko'rishdi 19 Putin bilan 18-sida, Zelenskiy bilan 19-sida ko'rishdi. Ko'rishib u nima Zelenskiy ko'rish bo'lgandan keyin nimani Trumpni aytdi maqtadi bu aytdi cho'ng o'zgarishlarning bo'lganligi yo Trumpning jiqtirishlar ko'rsatgan degandek biroz maqtab Twitterga bir narsadan chiqadi. Endi hozir shu bu ikkisining ko'rish jarayonida Zelenskiy bilan Trumpning ko'rish jarayonida o'tirib chiqqan yana bir narsa, Trump Zelenskiydan nimaniki Ukrainaniki elektr zavodlarini Amerika boshqarib bersin degan bir taklifni beribdi. Bu taklifga Zelenskiy butunlay qo'shildimi, bu to'g'riliq men aniq bir narsa ko'rmadim. Endi ashta qilsa, bu nima Ukrainada naydi cho'ng yadro elektr stansiyalari bor ekan, naydi to'g'rincha chiqadigan bir davlat ekan endi. Endi Amerikaniki maqsadi bu yerda ashtani boshqarishga o'tkazish orqali Rossiyani tusish. Mana bir strategiya qo'llanyapti hozir. Nimishqa desanglar, Amerika u yerni boshqaradiganga egallab olsa, Ruslar chaqilolmaydi endi. Ruslar chaqilsa, Amerika qaytadan zarba yutadigan gap. Ashta taklifdan o'tirib qo'yibdi. Shu bu ishlar qanday bo'ldi bilmaymiz. Albatta men degandek Zelenskiy Trumpdan aytmoqda-da bundan keyin. Uningki degan bir gapi urush bu yilniki oxirigacha to'xtaydi deb shu gapni debdi Zelenskiy o'ziniki yozgan narsalarda. Buni zot qanday to'xtaydi aniq emas. Shaxsan men hozirgacha bu Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi urushniki to'xtaydiganligi haqidagi unga oid bir yo'lni ko'rmadim. Mandaq ishlar bo'lsa, urush to'xtaydi degan narsalarni ko'rmadim. Ukraina bilan Rossiyaniki talabida osmon zamin farqi bor.
ikkisini birga akilish mumkin emas hozirgi ahvolda. Lekin endi urush davomlashaversa, Ukraina zodi qanday qiladi? Bumi aniq emas. Zelenskiy Amerikadan boshqariladigan bombalardan qo'g'dinish vatanparvar deb bir narsa bor. Shundan ba'san deb talab qilgan uniga Trump qo'shilibdi degan gapni angladim. Buni ikkini bergan bo'ladi. Bu bak qimmat narsa. Shu boshqariladigan bombalarni olgan chog'da buni osmondan to'sib olgan. Hozir nimada Ukrainada ikkisi bor bundan Amerika bergan. Aslında yeni bergan bo'lsang deb talab qilibdi. Unig'imi Trump qo'shilibdi deb angladim. Lekin konkretni ishlar aniq emas. Andan keyin yaqindagi bir xabar Greenland o'tganda Amerika Greenlandni bizga qo'shilib ketgan yo degan Trump degan endi bularniki parlamenti yaqinda bir saylam yapmadı. Saylam berib Greenlandniki mustaqilligini tashabbus qiladigan partiya mutlaq ustunlikni egallab tutib chiqdi bu yerdan. Ashta bo'g'ashqa hozir endi Greenlandniki mustaqil bo'lib ketish ehtimolligi nihoyat cho'ng. Buning ichida o'taydigan bu saylam 11-mart kuni bo'libdi. Nima Greenlanddan mustaqil bo'lish ishiniki amalga oshish ehtimolligi intan kuchaydi hozir. Kuchaydi, lekin hozirgi shu huquqning beshida turayotganlar biz Amerikaga qo'shilib ketmaymiz degan gaplarni davatidi. Lekin xalq ichida Amerikaga qo'shilib ketishni xohlaydiganlar mutlaq ko'p sonini egallaydi ekan. Shunga agar mustaqil bo'lib, undan keyin umumiy xalq bilan tashlaydigan ish bo'lib qolsa, Greenland Amerikaga qo'shilib ketishi mumkin. Mushta ehtimollik bor. Ondan keyin yana birisi Panama kanali. Bu Panama kanalini ikki tarafini, ikki eg'izni boshqarish ishini mulozimatini setib olgan shirkat aslida Hong Kongning shirkati ekan. Albatta Hong Kong hozir Xitoyga tava, hammasi Xitoyga o'tib ketdi asosan. Buniki boshlig'i Li Ka-shing degan odam bir aql qadam ekan. Amaliyotda Xitoy kompartiyasiniki bu odamning oqsi kirgilik qilib bo'pti ekan. Bu adam ancha-muncha qechib yurib, bu oxiri tuyuqsizlangan bu aşağıdaki sodasini Amerika va Italiyaniki bir birlashma shirkatiga setvetdi bu. Setvetib, shunda qilib Panama qonunlarniki Xitoyning qo'liga o'tib qolgan ahvolga xotim berildi hozir. Endi buning shu ish bo'lgandan keyin hozir Xitoy endi umumizlik hujum qilib, Li Ka-shingga qattiq hujum qilyotdi. Necha million Xitoy ishda qotdi buningga. Andan keyin Li Ka-shingga aytdi, eg'ir besim bor ekan, uniki oqibati qanday bo'ldi u aniq emas hozir. Lekin Panama kanali Xitoy qo'lidan qutulib chiqdi hozir. Andan keyin Trump bilan Xi Jinping degan jalat o'tirsidagi bir-birini ziyorat qilish to'g'riliq bir qancha qatim gap bo'lgan. Dastlabda Trump men bu qatim prezident bo'lsam 100 kun ichida Xitoyni ziyorat qilaman degan gap bor ekan odamning. Yaqinda shu gaplar o'tirg'i chiqib yana xalqlar so'raganda Trumpdan shu qilamsan, Xitoyga ziyorat qilamsan desa, qilaman, ammo men shartim bor. Xi Jinping degan jallat, Xi Jinping Xitoydagi xalq gazetiniki birinchi betiga o'zlari ishlab chiqayotgan fentanilni ayblaydigan bir bosh maqola chiqarsin, hamda u maqolada Xi Jinping fentanilni ishlab chiqarayotgan shirkat odamlarga eng yuqori darajalik jazo berdiganligi, o'lim jazosidan tortib shuni e'lon qilsin, shuni qilsaniki men boraman deb shu gapni debdi. Endi qilsan bu Xi Jinping bunday shart hargizmi qo'shilmaydi. Men buni degandek fentanil degan Xi Jinpingniki hozir apyun quroli Amerikalarni o'ltirishniki. Uni bilib turib qilyotdi, hukumat qilyotdi. Ashta boshqa buni to'xtatib bu narsani qilmaydi. Ashta bo'g'anki Trumpni bormaydi degan gap. Endi yana yaqinda Xi Jinping ni Amerikaga taklif qilmayman degan gaplar o'tirib chiqyotdi. Lekin hozir Xi Jinping intan o'sal ahvolda. Amerikaga kelsa intan qiyin ahvolga qoldi. Shu soda kelishimi yo'q degan nurg'un ishlar to'g'riliq. Shunga bu ishlarniki bu yil yuz berishi
yüz berish ehtimollik asosan yo'q. Ma gaplar o'tirib chiqdi, lekin bu ahvolda yüz berish ehtimollik yo'q. Yaqinki yana bir cho'ng xabar, Trump oldingi necha kun oldida Amerikadan 250 jinoyatchini Salvadordagi 40 ming jinoyatchi turalaydigan cho'ng turmaga haydab etdi. Haydab bularni aeroplanga chiqarib 250 odamni aeroplanda mo'ndirib bo'lib Amerikaniki chegirasidan chiqib bo'lgan chog'da Amerikadagi bir sotchi yuqori sotning odami emas, tuanroq bir shtatniki sotchisi ekan. Bu qonunsiz aeroplan darhol qaytib kelsin degan buyruqni tushirdi. Trump yo'q ketaverdi deb u aeroplan ketaverib u jinoyatchilarni shu olib berdi. Bu jinoyatchilar Venezueladan kelgan qora guruhlar ekan. Shu bir shtatdagi bir ikki binolarni egallab olib butunlaylarkan. Bir podshohlik qurgandek aşağıda jinoyatchilar shug'ullanib u binoga boshqadan yaqin kelolmay ekan. Amerikaning ichida bo'layotgan ishlar bu. Amerikan chegarasidan qonunsiz kirgan, mana shu Bayden vaqtida. Ashta odamlar ekan. Bir qizlarni, bir oliy maktab o'quvchisini bosqinchi qilib o'ltiribdi shularning birisi masalan. Keyin Amerikadagi bir nimani ko'lga Trump ko'lning ismini ash qizlarning ismiga o'zgartdi. Shu Venezuelalik qor guruhiniki a'zosi shu bosqinchilik qilib o'ltirayotgan. Mana shular bor. Bu dunyo ajoyib o'zgarib ketibdi. Hozir nemishkin burun uqtuq dunyoniki o'zimizlik bir eski tarafga qarab mong'anligini. Lekin mundaq bo'lib ketadi deb o'ylamagan. Bu 250 qara guruhning odamlari Amerikaning chegarasidan qonunsiz Amerikaga kirib, Amerikaning ichidagi ikki binoni egallab olib, ashada o'ziniki jinoiy ishlarini elib berayotgan yerda Trump chiqib bularning hammasini tutib, aşağı Amerikadan qo'g'lab olsa, yana bir sotchi chiqib bu qonunsiz deb to'silgan gap edi. Uniki degani Trumpniki foydalangani buningdan 200 yil burun chiqqan Amerikadan qonuni bor ekan. Prezidentlarniki ashtaqlash huquqi bor. Shu bo'yicha ish qilib ekan, bularni 200 yil burun qonun bo'yicha ish qilsa, ashtaq bo'ladi, bu qonunsiz degan bir narsa debdi. Ammo Amerika qurilganiga 250 yil bo'ldi. Amerikaning asosiy qonuni 250 yoshga kirdi. Ammo uni amal qiladi. Nəhayət ziddiyat ahvollar bor. Ishqib dunyo bek buzib ketibdi. Bu daraja bo'lib ketadi deb o'ylamagan razil odamlar bek ko'pkan. Amerikadan bek ko'pkan. Yaqinda shu buvatqa ishlarga qarab odam ishingiz kelmaydi qatdi. Men shuni qarab Uyg'urlar ko'p yaxshi kelamiz deb qolgan ba'zilarda. Amerikadagi mushbat bir qism askishdan qotgan odamlar qaragan chog'da ajoyib ishlar bo'lyapti. Andan tunogin Trump ma'muriy buyruq chiqarib, tunogin nimani taqib etdi. Ma'muriy buyruq chiqarib bu Ma'rif idorasini. Ma'rif idorasi 1979 yili Jimmy Carter prezident vaqtida qurilib ekan. Buni butlay taqib etdi. Sababi nima desanglar, hozir Amerika şu ma'rif sahasida bolalarniki o'qish saviyasi, bilim saviyasi, iqtidor saviyasi jihatlarda dunyoniki intayin ko'p oqsi qilib qoldi. Xarjlangan puli eng ko'p, ammo hozir dunyo bo'yicha ranking deydi. Tizgan chog'da 39-mo'shtahiyaga to'g'ri keldi ekan Amerikaniki ma'rif natijasi. Shunga buni to'xtatdi. Hozir yenidan bo'layotgan yana bir ish Amerikada nimaniki Elon Musk'niki Tesla mashina setish o'rinlariga o't qo'yib yetadigan ishlar jiq chiqib bordi. Meniki bilishimcha hozir 7 daqiqa bo'ldi. Har kundagidek bo'lyapti. Xalqlarniki shaxsiy mashinalarga buzg'unchilik qiladigan, mashina sotadigan yerga o't qo'yib yetadigan, mashinaga o't qo'yib yetadigan, mashina sotadigan yerga tapancha yetadigan, har qism ishlar bo'lyapti hozir. Elon Musk pek bechora bo'lib ketdi. Bu odam hech nimani talab qilmay, agar Amerikani o'ngishmasak,
Amerika vayron bo'ldi ekan, bankruptcy deydi, vayron bo'ldi ekan. Shunga agar shu 10 yil bundan o'ngishib olmasak ishimiz tugishdi ekan deb bu bechoradan nurishlarni qilayotgan paychak nimeniki Tesla'niki paychak bahası yerim tushib ketdi. Bir ayning oldida Trump chiqishdan burun $480 chiqqan bir tal paychak hozir $240 tushib qoldi. Tang yerim tushib ketdi buniki. Shunaqda net $100 million ziyon bo'ldi degan gap. Undan boshqa Trump nimaga qarasanglar Elon Musk'a. Shunda oqko'ngil dunyoni qutqizman, Amerikani qutqizman deb qo'rqatgan ish. Bu kishiniki dunyo, masalan Mars, Ay, mush to'g'riliq cho'ng planlari bor, ajoyib kishini hayajonga soladigan planlari bor. Men bu to'g'risida sizga maxsus so'zlab beraman bir qadim. Andan keyin tünögün men Tesla maşinamni yerlik kichik yo'llarda üzüm o'ngdigan qo'yib birpaqdim. O dahshat menvatdi. Hozir yerlik kichik yo'llardimi butunlay shu bordigan adresini kirgizib qo'ysanglar, mashina o'zi opiradigan bo'lib ketdi hozir. Ashtarji bo'lib ketdi. 10 yildan keyin butun mashinalarniki roli yo'q. Adresini kirgizib qo'ysanglar, mashina o'zi o'ngadigan, o'zi opiradigan bo'lib ketmoqchi. Ajoyib o'zgarishlar bor bu to'g'ri ki mahsul yapırman. Bu kishi dunyoni intan cho'ng o'zgartiryotdi. Amerikani qutqizman deb ma'o yaqin ishlarni qilyotdi, lekin ba'zi bir qism kishilar tashkillik holda Elon Musk'a zarba beryapti. Buni aqsa adam bor ekan, pul chiqarib qilyotgan. Endi Trump dedi, mushlarni qilyotganlar davlat ichidagi terroristlar sifatida bir taraf qilindi. 20 yilgacha turmuga kirish mumkin. Ondan keyin pul chiqarib tashkillab mushlarni urlashtirayotgan odamlarni tortib hamsini tep chiqimiz deb shuni qilyotdi. Lekin umumiy ahvol nima desang biroz qo'rqinish paydo bo'lib qoldi. Masalan, men bu mashlarni bir qismiga olib to'xtatib qo'ysam, ashada haqlar buzuvchi qilib qo'yammi deydigan ashundaq bir andish paydo bo'lib qoldi. Biz 6 oyda mashina sug'urtasini bir qatim yangilaymiz, pul to'laymiz, 6 oyda bir pul to'laydik. 3 kun menga xat ketdi ekan, yangilaydigan vaqt bo'lib qolib. Bizning mashinadagi sug'urtasi 235% o'sib ketibdi. Shunchaga hayron qoldim, hayron qilib, shu necha telefon qilib shirkatni o'zgartdim. Ajoyib ishlar bo'lyapti. Alaqi bu nima desa, hozir ahvollar ko'ngilsiz. Endi mening ko'z oldimdagi manzara nima desa, Amerika va dunyo bir intan ko'nrab ketgan japroga o'xshab qolgan. Miyan tuzilsa ayat ishlayotgan, ayat tuzilsa biyat ishlayotgan, shu sug'oqchilik bilan o'tadigan kishilarning kuni yoshda bir holat bo'lib qolgan. Hozir hamda Trump bilan Elon Musk bunda qilib tamni chiqib, yangidan salayli deb mashina qilyapti deb o'ylayman men. Endi burungi kon tamni chiqib, ko'nin chiqib, yangi sep bo'g'chilik biroz talolda qolgan gap. Shunga yaqinda ben Amerika'nınki savdo ministri qatorliq ba'zi bir qancha odamlarniki bundaki dünya Amerika va dunyo iqtisodi qanday bo'ladi bu to'g'ri qilgan gaplarni angladim. Ular nayti umidvor. Hozirgi ishlarning hamsi vaqtliq. Nayti tezdan o'xshab ketadi bu ishlar. Balki hozir buzg'unchilik harakatlarining tufaylidan Müştak ahvallar külyotgan bolsun, mesela Elon Musk'a buatgan hücumunun aksida Soros degen adam var ekan. Pul çıkıp teşkilat kuvatkan yakında Tesla'nınki payçekininki bahasını naiti qattiq tushib ketdi bir kunda. Shu vaqtda Soros'niki teşkilatı buatgan işlerken Soros bilan Wall Street'deki shu payçek solis qilgan kishilar birlashib olib bir kunda maslahatlashib biraqli setib bu Tesla'nınki payçekini bahasını tushirib etgan ahvol bor ekan. Müştaşlar bu atıdı, lakin adamların değişişe bula vaqtliq. Nayti tez yılın ahırı çıkmışlar, hemsi oğuşup gidiyordu deydi. Üsümü düşürdü, qarz pullarının üsümleri de başa deydi. Men bu ümit var bu cihette. Nimişqa dese, yığırını davalaşını aldılan tazlaş gerek, yığırını. Tazlap boğucu ağrıydı o ya. Hazır biz şu ağrıydıgan mezgini beşimizin geçirip atımız ki yani tazlap davalağan deyken oğuşup gidiyordu. Şuna özüm men ümit var bu işlerde.
Yaqında bo'lgan bilgandan 4-chi xabar NASA xabari ehtimol ko'rdinglar. Elon Musk SpaceX orqali bir nima olam ushqini chiqarib xalqaro olam punktiga ikki amerikalik astronavtni qaytarib keldi. Bular aslida o'tgan yil 6-oyda chiqib ekan xalqaro olam punktiga 8 kunlik vazifa bilan. Aslida 8 kun ish qilib qaytib keldi ekan. Lekin keyin qaytib kelishdiki aslidagi planlagan narsalar bo'lmay qilib, buni kelanmay 9 oy turib qilib, shu 3 kun Elon Musk'niki shirkati bu ishga adamni qaytarib keldi. Bu nihoyatda cho'ng xabar bo'lib ketdi. Bu yerda yana bir qism ishlar bor. Elon Musk bilan Biden o'tirishidagi ishlar. Biden Elon Musk'a bak o'sh. Shu Biden prezident vaqtida bir qatim elektrlik mashinalarni taraqqiy qildirish haqida bir yig'in ochgan Amerikada. Elektrlik tok mashinalarini chiqaradigan shirkatning boshliqlariga. Lekin Elon Musk'ni taklif qilmaydi unga. Dunyo bo'yicha eng asl tok mashinasi chiqaradigan odamni tok mashinasi chiqarish haqidagi bir planlash, fikr almashtirish yig'inga taklif qilmaydi masalan. Shunga o'tgan yil ham Elon Musk men qaytarib kelayman, Biden prezident vaqtida debdi ekan, ammo Biden unga yo'l qo'ymay, shunga hozir qadar suzilib 9 oy ketdi. Shunga mushtaq ishlar bo'ldi hozir. Masalan, hamsi yaqinda cho'ng xabar Amerikada. Endi bu cho'ng xabarlar bek ko'p. Bugun mushchilikda menga tayyorlik qilishga vaqt ketyapti. Bugun 6 yerimda qopgan etaganda bugun shanba kuni aramoqchi qildim. Endi oxirida sizlarga o'zim to'g'riliq bir narsani deb dedim. Aslida burunli deytim bir fursatni izlab keldim hozir qadar. Xabaringizda bor men izchil turda NASAda yana bir Uyg'ur kirish ishlayman degan planim bor edi. Planim bor edi. O'tgan yil men yaqinda bir qancha oydan keyin 67 yoshga kiraman. O'tgan yil 66 yoshga kirdim. NASAdagi vazifam bak eg'ilishib ketdi. Nurg'un kishilar bor dunyoda birlashib qilib yashaydigan. Bu mening ahvolim bunday bo'lmadi. 4 ishni qilib yashadim men. Mana yaqinqi 5 yillik vaqt ichida 4 project, 4 tur. Ashta qilib yashadim. Xabarlarda bor, bir haftada aran 5 kun bor. 5 kun bor. 5 kunlik haftada bir odam 4 ishni tan qilsa, bir ish qaram bir kundan vaqt to'g'ri keladi endi. Bir kundan saljiqroq vaqt. Shunga har kunisi bugun maoshni qilaman, ertasi kallamni oshga burayman, ugunisi oshga burayman, indisi oshga burayman. Ondan keyin bu 4 proyektniki, hamisniki har haftada projekt yig'ini bor. Bu yig'inda biz o'tgan hafta nima ish qildik, buni doklad qilamiz. Ashta bo'g'ashqa ash kallamni degan shunchalik g'adirvatdi. Yerkatdimiz ham 66 yoshga kirgan odam, mening xizmatim bak murakkab uning ustiga. İntan kuchli, intan zo'r aqli zehn kuch talab qiladi bu ish. Ashta bo'g'ashqa shu o'ylab men buni ketaversam bo'lmaydi. Ya pensiyaga chiqishim kerak yoki asaraq bir ishga kirishim kerak, men yaxshi kirgan vaqtimda. Deb ashta o'ylab yursam o'tgan yil bir shirkat izlab keldi meni. Shu pensiyaga chiqayim, yo qanday deb tursam, kelib bizga ishlab bersang deb. Degandan keyin shuning bu ish xo'sh qilib NASAdan pensiyaga chiqdim 6-oyda. Pensiyaga chiqib yana bir yangi shirkatga kirdim. Shunga Uyg'urlardan birisininki kirishiga saqlamay qoldim, kechiringlar. Hozir meni o'zim bildigan 5 tak ukalar bor. Ajoyib kuchli, ajoyib aqlli ukalar. Kelgusida NASAda kirib ishlayman deb o'ylayotgan. Meni chuqur Xudoyim bo'lsa keyin boshqalar bu yoshlardan bir qanchasi NASA kiradi deb o'ylayman. Endi men o'zim ahvol qarab ish qilsam bo'lmaydi. Shunga meni kirgan yangi shirkatimmi shu NASA qilgan ishlarimga o'xshashroq ish qiladigan bir shirkat. Bu shirkat nima ish qilamiz desanglar, osmonga sun'iy kamera orqali nihoyatda cho'ng aynakni chiqarib kun o'tirib bo'lgandan keyin yerga kun nurini tushiramiz. Buniki ikki xil ishlatilishi bor. Ikki xil ishlatilishi. Birisi aslidagi maqsad bu shirkatniki, aslidagi maqsadi
hozir dunyodan intayin ko'p kun nuridan tok chiqaradigan taqtay tok elektr stansiyaları qurilib ketdi Nurg'iyalada. 1 milliondan ko'p taqtiyi va ashtaq zavodlarda nurg'ulari bor hozir. Endi bu zavodlar kun o'tgandan keyin ishlamaydi, tok chiqarmaydi. Bizning mana shirkatni qurganlar aslida shu kun o'tirib bo'lgandan keyin shu kun taqtiga, kun nuridan tok chiqqan taqtalarga kun nurini tushirib, uniki ishlash vaqtini 1 soat uzatish. Kun o'tirib bo'lgandan keyin 1 soat, kun chiqishdan burun 1 soat uzatish. Mushni maqsad qilgan ekan, keyin buni qurib yo'qolgandan keyin hozir yuritish ehtiyoji bor yerlarniki yerlarni bak ko'p chiqib hozir umumiy qo'shildi masalanga yer tavrab vayron bo'lib ketgan yerlar u yerdagi odamni qutqizish kerak kechasi shu yerga endi u yer tavrgandan keyin butunlay toklar uzilib tok yo'q degan gap o'sha yerga kun nurini tushirib turib yuritib berish ondan keyin alayda kechasi bo'lgan sport ishlari bor masalan mashina musobaqasi jangallarda aşağıdaki nur kıpırış, adam izleş, yukarı ketken adamın izleş tağlarda, oğlu tutuş geçisi, aşağı toktu yurtup biriş, tabi afet rayonlarga ne nurda yurtup biriş degandek. Müş kişinin kılı bizde çıkıp diken bu şirketini kurganlar aslında 3 balı kurgan, bunun ikisi Stanford Üniversitesi'nde okuyucu iken okup 2 yıl okugandan keyin chiqib qo'yadin. Ular shu vaqtda o'rta maktab vaqtlarida fusion deymiz, mana shu yadro reaksiyasi kun nuri o'xshash. Ashtalarni qilib boqqan bolalar ekan, Stanfordda o'qib 2 yil o'qib chiqib, keyin SpaceX kirib ishlabdi 1-2 yil. Shular kelib qurgan ekan, uningga men 5-chi xodim bo'lib kirdim. Ko'rganinglardek hozir adimiz 10 bo'ldi. Manada jami nechadan bor ekan? 6dan bor. Men 5 bo'lib kirdim. Hammasi 30 yosh atrofida, undan kichik, 30 yosh. Hech kim to'y qilib boqmagan. Mening 4 navaram bor. Shuning bilan bu shirkatniki qildigan ish ashlar qilamiz deb yaqinda bir e'lon chiqqan necha oldida. Müştaşlarını qilamiz, agar ehtiyojinglar bo'lsa bizni aloqalashinglar deb e'lon chiqqanda bir oyda mushtaq mulozimat bizga lozim deganlardan 180 mingdan jiq iltimos kelibdi bizning idoraga, bizning shirkatga. 180 ming, 150 dan jiq davlatdan. Ashtaq kelibdi. Shuning bilan hozir bu işlerden ayet kısıp gitti. Bizim şirkette de 10 adam var hazır. Yakında yine cık pul kirdi. Meblag pulu. Aşağı kılıp bu işini kılmayız da bu işini kuvvetimiz. Aslındaki planda bu yıl 10. ayda birinci sünni emrahını çıkarmakçı idik. Lakin o saat keçikip 12. ayda çıkaraylı da kılan 12. ayda asmanga sünni emrahı çıkardıgan raketalar yok ki. Şunu 2 yıl çıkarış planlandı hazır. Dastlabda 3. yıllarda bu qilish mumkin. Dastlabda 1ni chiqarib, undan keyin bir qancha 10ni chiqarib, undan keyin bir qancha 100ni chiqarib, undan keyin bir qancha 1000ni chiqarmoqchi. Endi bu qanday ishlaydi desanglar? Yashari to'xtamay o'zini o'qidi aylandi. Tuz aylanmaydi, bu aslida sal yantu. Yashari 23 gradus yantu. Yantu aylandi bunda aylandi. Ashta aylanganlik uchun agar kun miyada bo'lsa, kun miyada. Bunda qarasanglar, ma tarafi yasharning ustinki yerimi kunga yaqin, ostinki yerimi kunga yiroq. Ashta bo'lg'ashqa bunda aylangan vaqtida yasharning ustinki yerimida yozildi, ostinki yerida qish bo'ladi. Endi shunga Amerikada yozildi, Avstraliyada qish bo'ldi. Endi mushta aylanib yashari kunniki ma tarafi kelgan chaqda endi ma osti Avstraliya kunga yaqin bo'lib, Amerika yiroqlashib ketadi. Shunga Avstraliyada yoz, Amerikada qish bo'ldi. Buni bu sabab shu. Bizning qildig'imiz nima desanglar, bu kun miyada bo'lganlik uchun, kun miyada bo'lgan vaqtida masalan, yasharning ma yerimi kunduz, ma yerimi kecha. Ashtaq bo'ladi.
Biz chiqiradigan sun'iy kamera mana kecha bilan kunduzni ayiradigan siziqda orbitlaydi yer sharini, to'xtamay orbitlaydi. 100 minutda bir qatam aylanib bo'ldi buni. Shuning bilan bundan birini, 10ni, 100ni, 1000ni chiqqan vaqtida bu yerda mana shunday qilib aylanib turdi yer sharini, aylanib turib, mana shu kecha kunduzniki siziqqa to'g'ri kelgan yerdagi yerlarni yo'tqil bo'ldi. Elektr stansiyalarini yuritdi, aytaman degandek, anikin nurga ehtiyoji bor yerlarni yuritdi. Men hisoblab baxtim, mana yurtgan vaqtida, kecha bo'lib ketgan yerlarniki qanchalik yerlargachilik yurtlar ekan desanglar, kecha kunduzniki chegarasidan 7000 kilometr yiroqchilik yurtlar ekan. Uni atrofini yurtolmaydi, sababi nima desanglar, mana bu kun tegmaydi bu atrofiga. Kun tegadigan yeri 7000 kilometrdek. Shunaqda Urumchi va Oqsuning orlig'i 1000 kilometr, 7000 kilometr degan bek uzun orliq endi. Ashta qilib yurtishni qila oladi. Ana ashta qilgandan keyin ajoyib ishlarni ko'rsatgan. Mana shuning rasmining birisi. Oqshimisi qarsanglar qator nurlar yasharni aylanayotgan bir narsalarni, masalan, kunlashga boshlaydi endi. Bu bir yangilik. Ashta ishlar bo'ladi. Meniki vazifam shu butun sistemaniki optikalik qismini bir narsa qilishdi. Hozir men idoraga kirgili 6-oydan boshlab hisoblasak 9 oy 10 oyning oralig'ida bo'lib bo'ldi. Net cho'ng ishni qilib bo'ldim bu yerda. Net cho'ng ishni qilib bo'ldim. Birisi butun sistemani optimization deydi. Eng yaxshi qilib berish. Masalan, orbitiniki egizligi qanchalik bo'lsa, uniki unumi eng yaxshi bo'ladi degan buni bitlab qilib bo'ldim. Andan keyin nurg'un yerlar yangidan kun nuridan to'q chiqaradigan zavodlarni quryotdi. Ana shu zavodni bir yerni tanlab mishaki qursa, bulutliq bo'lgan kunlar qanday bo'ladi? Buni unumi qanchalik bo'ladi degan narsalar bor. NASA butun yer sharini bulut qoplash ahvolini o'lchab turdi har kunisi. Nurg'un sun'iy kameralar bor. To'xtamay o'lchab turdi. Bu o'lchagan sonliq ma'lumotlarni bir son ambiri bor, shu qachlab turdi endi. Meni qilgan yamirishim shu yerdagi shu uchurni elib, har bir yaniki bulut qoplash ahvolini, burungi natijalik ahvolini uni sonlarini tushirib kompyuterimga, uni analiz qilib, shu orqali miyada yilga qancha kun bulutliq bo'ldi ekan miya degandek narsalarni oldin o'lchaydigan, faraz qiladigan narsalarni uni qilib bo'ldim. Amerikadagi 5 tak elektr stansiyasi, kun nur elektr stansiyasiniki oldingi natijalik to'q chiqarish ahvoli bilan NASA'niki sonliq ma'lumoti ikkisini birlashtirib, solishtirib baxtim, natija intayin esli chiqdi. Ondan keyin hozir yana bir hukum bor. Nur bulg'unishi degan bir hukum bor. Light pollution deydi. Bu nima desanglar, yurtimizni bo'lgan yerda yurib ketadigan ahvollar. Masalan, mana shu shaharlarniki nuri bilan osmon yurib ketadi. Shaharning qishlik osmonga qarasanglar, u yerning osmoni hech qanday nur yo'q yerning osmonidan intan cho'ng farqli. Buniki astronomiyada nayt cho'ng nimasi bor. Astronomiya ishlariga bir cho'ng ta'siri bor. Nima desanglar, osmonni kuzatganlar nurli yerda kuzatmaydi, u yerga teleskopni qo'yib qilsa kuzatmaydigan gap endi. Uniki odat taraflari bor, lekin bu uyquga, odamning uyqusini ta'sir etkazadi. Boshqa hozir light pollution degan bir soha chiqdi. Bu nayt cho'ng ilm hozir. Meniki qilgan yamirishim endi. Mushu bizniki osmonga chiqarib aylanib turgan aynakniki tushirgan nuri qanchalik darajada nur bulg'unishini keltirib chiqaradi degan narsani analiz qilish. Buni bitirib oldim. Buni bitirib, uningda birsi osmonda yerga tushishchilik havoni, atmosferani yuritadi. Uniki yerga tushib bo'lgandan keyin nur yerdan qonqib, oqsi qaytib osmonni yuritadigan gap. Shu bularni hammasini qilib oldim. Yaqindagi shu nur tushgan vaqtida bulut bo'lib qolsa, bulutni qancha yuritib o'tadi. Bulutni ikki xil yuritadi. Birisi osmondan pastga tushib qolish yuritadi, ikkinchisi yerga tushgan nur ostga qaytib kirib yuritadi buni. Bu qancha bo'ldi deb hozir buni qilyapman. Undan keyin isni qancha yuritadi, havodagi islarni. Ondan keyin
ba'zi yerlarga o't ketib o'tniki kullari osmonda uchib yurgan vaqtida u qandayroq bo'ladi deganda uni qilmoqchi. Ashta qilib hozir bir qancha cho'ng ishlarni qilib bo'ldim. ikki xalqaro yig'inga maqola yo'llab qo'ydim. Uniki birisi Amerikada, birisi Yevropada. Ehtimol Yevropaga bir qilish mumkin kuzda. Ashta qilib mushuni qilyapman. Aytib murakkab ishkan 60-70 yillar xalqlar shu atmosferadan nur o'tgan chog'da qanday ta'sir bo'ldi degan narsalarni jiq qilgan ekan. Minglagan ilmiy maqolalar bor ekan bu sohada. Ben shularni ko'rib, ahvollarni egallab, uni bizniki yangi ahvolimizga tatbiqlab degandek shularni qilyapman. Ish qilib, hozirgi aslida men maydaga kirishdan burun qiziq. Bular meni olamiz degan vaqtida men dedim, men pensiyaga chiqadigan odam, pensiya yashashida tomosha qilib, sayohat qilib yashayman deb o'ylagan. Endi bu ishga kirsam, men yarim kun ishlasam bo'lamdi dedim, part time. Butun kun ishlab yarim kun ishlasam bo'lamdi desam, yo'q, bizimki shirkatning vazifasi pek ig'ir hozir. Shunga butun kun ishlab hammasam bo'lmaydi dedi. Degandan keyin men dedim, undaqda uyda ishlasam bo'lamdi dedim. Meni quloqim butunlay kompyuterda. Ashta bo'lgandan keyin uyda ishlasam bo'lamdi desam, uni bo'ladi, uyda ishlasam mayli dedi. Ashta qilib ishga kirgan. Kirsam keyin bular erkek naftilida bir qatim gapagan bo'lsa, seni yaxshi tunyolmadik biz. Faqat ko'may o'tib ketsak ajoyib bo'lib qoldi ekan deganda, undaqsi bo'ladi, men bir kun boray deb bir kun bordim. Keyin anakin erkak, sen kelsang pek yaxshi bo'ldi ekan. Haftada 2 kun kelsang bo'lamdi deb shuni 2 kun boradigan bo'ldim. Ma gaplarni deyishning sabab, buniki bu shirkatning o'rni yiroq bizning uyga. 70 kilometrdan ortiq keladi. 70 kilometrdan ortiq, ashta bizniki ma bu shirkatni qurganlar ba'zida mashinada uxlab, ba'zida shirkatning ichida safa var. Safada uxlab, deganda bular burun necha yil mashinasida uxlab yurganlar ekan bular. Ashta bolalar endi. Ashta boshqa bana shundan 2 kun ishlagan bo'lib qolib hozir. Bir kunisi berib ishqa, u kunisi kechda ashada bir mehmonxonada uxlab, ondan keyin ertasi kechda qaytib kelman, ashta qilib ishlayapman. Men o'ylagandek, bunda armag'ash ishlash bo'lmay, bu bir jiddiy ishlash bo'lib qoldi hozir qadar. Lekin davomli bundaq bo'lavermaydi deb o'ylayman. Ish qilib ishim bek ko'ngillik. Endi ma bir yangi bir inqilob xarakterli yangi texnologiya. Asl biz o'ylagandan bek bozorga chiqib ketdi. Pulimiz deyotganlarni bek ko'p. Shuni ashtarab ketyapmiz. Shuni sizlarga bir deb qo'yay dedim. NASA bilan munosabatim uzilmadi. Ularga yana bir mezgil yordam qildim men. Men buni qilishlarni boshqa o'tkazib berish uchun hozirmi meniki nimam bor. Pensiya kinishgan bor. Shu munosabatim pensiyaga chiqdim men. Bora olmayman, ya'ni darsga bora olmayman masalanga. 5-yilda meni ishga olgan boshliqmi pensiyaga chiqar ekan, uni uzib qo'yib nimasiga bormoqchi, yig'ilishiga, o'tirishiga. Meni aytib bilan uzib qo'ydi. Ishqib ahvolim shundoq. Sizlarga buni bir deb qo'yay dedim. Endi bu gaplarni deyishimda yana bir sabab bor. Necha oydan keyin 67 yoshga kiraman men. 15 yosh vaqtimda o'zimga 3 nishon tuzgan. Birisi bir baxtli oila qurish, baxtli oila qurish degan gap bir go'zal qiz bilan to'y qilib, inoq o'tib, bir balla qilib, mesela o'taman degan gap endi. Ikkinchisi o'qishniki eng yuqori darajada o'qiyman degan nishon. Uchinchisi iqtisodiy jihatdan o'zimniki oilamizning taqdirini o'zgartiraman degan. İşte 3 nishon tuzgan. Keyin Yaponiyaga borib o'qish, Amerikaga borib o'qish vaqtlardimi qandaqdir men qaysi kasb o'qisam boy bo'laman deb bu narsani o'ylab boqmagan. Biz bu narsani o'ylamaydik. Xizmatni taqsim qildi hukumatdan. Ashta boshqa ashta kiritdik endi. Ashta qilib o'qishni eng yuqori o'qiyman deb Yaponiyada o'qib, Amerikaga kelib magistrlik qilib, doktorlik qilib, doktor ashta bo'lib, Silikon Kremniy jilg'isida ishlab, undan keyin NASAga kirib ishladim. Abek 3 narsadan hammasi bo'ldi. Baxtli oila, o'qishdan eng yuqori darajada o'qish, aniki iqtisodiyotdagi taqdirni o'zgartirish degandek. Hozir endi millat to'g'riliq, millatimizning yashir to'g'riliq ko'p o'ylayman men. Yaqinda qisqa yo'lni izlab, tez boy bo'lishning yo'lini izlab, bir qandaqdir bir ulug'vor g'oya, ulug'vor nishon
bir yoki ulg'vor demasa ham bir yuqori nishon ashlarni aslini tiklab tirishadiganlar ozayib ketyotidi. Millatning taqdiri nacharlashib ketyotidi. Hozir abatim ko'rdi qayna. Hozir vatan biz tunayolmaydigan darajada bo'lib qoldi. Millat tuzib ketyotidi. Ishkirga berib bo'lganlar 20 milliondan hozir 10 milliondek odamlar yo'qolib ketdi. Qolganlarniki 2 milliondek odamlar ishkirlar Xitoy o'rniga berib bo'libdi, mesela bo'lib ketib bordi. Uyg'urlarning yoshlarim men qanaqa yashayapman? Men qerib bo'g'chilik, masalan 60 yoshlarga berib bo'g'chilik nagiraq borman. Kasbiy sohada. İnsaniyatga qo'shilgan to'pam jihatdan degan narsani o'ylab qo'yish kerak. O'ylab boqsanglar deb shuni orzu qilaman. Kişiler bir kinçe men Elon Musk'niki hikayesini sizlarga so'zlab beraman, shu joylarni o'qisdan. Kişiler bir cho'ng g'oyani tuzib o'ziga tirishsa, qolgan nurg'un narsa o'zgadan keladi. Keladi, bak kichik vaqtdalamkin ko'zni pulga tikib olib, tiz boy bo'lib, rahat yashayman deb ana narsaga tikib olsa, o'ziniki nurg'un, yushurun kuchini isrof qilib ishlatmaydi. Ishlatmay qolib qoldi o'zining umrida. Ashta boshqa hozir millat mundaq kunga qiymat vaqtida hozir nurg'un kishilar ta'lim kutyotidi. Bir mo'jizniki yuz berishini kutyotidi. Haqiqatan bu ba'zida mo'jizalar yuz berdi. Masalan, O'rta Osiyodagi davlatlarning mustaqil bo'lib ketishi, ba'zida ta'limi kelib qolgan ishlar bor. Lekin bular kapolatga ega emas. U ba'zida bo'ladi, yo'da ba'zi bo'lmaydi. Nima kapolatga ega desa, eng yuqori darajada tirishish. Bu kapolatga ega, buni har bir odam o'zi qila oladigan ish. Hozir endi yo'qolib ketgan bir millatni asliga keltirish ishida bizga bir misol bor, Yahudi. Ammo ular 3000 yil ketgan. Bizga qancha ketadi bilmayman. Ammo yeni bir kunlar keladi. O'zimizga vataniga qulubimizga keladigan bir kunlar keladi. Men yashayotgan vaqtimda vatanimga berib biroz yashayamdim, yashamamni buni bilmayman. Lekin ashta bir kunlar keladi. Endi ma'u kapolatga ega ish tiyasida Yahudilarga tirishsak vatanimizni qo'limizga keltirib millatimizni qutqazadigan ahvol bor. Shunga bu she'rni ochmuncha qanday ochmuncha o'ynab qo'ysa deb shuni orzu qilaman. Biz bek yeb ketdik burun, yedik, o'ltirash qilib, nima, to'y qilib yedik, nazr qilib yedik, o'ltirash qilib yedik, qatacha qilib yedik. Hozir miyatimiz o'ynayotganlar hali bor. Endi bizniki tutqay yo'limiz millatning taqdirini belgilaydi. Eng oxirgi hisobdiki. Shunga mushu to'g'ri ozroq o'ynab qo'ysak deyman. Buni qo'shib men sizlarga shu bir gapni deb qo'ygim kelib qoldi. Shuna qilib oxirida deydiganim hozir qadar 31 odam 7439 dollar ya'ni qildi. O'rta Osiyoning sirtida mening farzimcha 100 mingdak odam bor. Bo'lsa, yana bir hafta qolibdi. Ko'ngli bor qarindoshlar, shuni qilib qo'yinglar. Men bu yil 10 ming dollar chiqaraman o'zim. Agar yetmasa uni tayyor davomliq. Qolgan 100 ming qarindoshlar hech bo'lmasa bir 10 ming dollar chiqarsalar bo'ladi deb o'ylayman. Ig'ri emas. Hozir 7939 dollar bo'libdi. Shunga men bir deb qo'ydim. Shu orqali endi bu yerdagi gap balki biroz iqtisodiyotni yerdan qo'llaydigan, lekin amniy ishni qilish imkoni yo'q qarindoshlarga millat uchun xizmat qiladigan bir fursat yaratib berish. Mush nuqtadan deyman men bu ishlarni. Yan to'playdigan narsalarni har haftada yengilab har haftada to'rda yengilab, har haftada to'plarga o'tib, andan keyin Facebookdagi do'stlarimni yan qilishga taklif qilib degandek boshlarni qilyapman. Ammo shu vaqtlarda pul topsam o'zim jihat pul tepishim mumkin lekin u yo'lga mangmadim men. Ishqib aslanga deb qo'ydim. Bu damsa ikkilar qatim ko'rishishcha amon bo'linglar. Ramazon oyining oxirgi bir haftasini yaxshi o'tkazinglar. Ikkilar qatim. Endi ish gapdan keyin ko'rishaylik. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.